Assalomu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalom. Qishloq joylarda, ayrim xonadonlarda, masjidlarda hojatxona bilan va tahorat uchun suv idish bir bo'ladi. O'sha holat qanchalik to'g'ri? Ha. Demak, tahoratxonalarda obdasta, ya'ni tahorat qilinadigan obdastalarda haqiqatda shunaqa joylar bor. O'sha obdastada mustahab ham qilinadi, keyin shu obdastani olib chiqib tahorat ham qilinadi. Shu obdastaning qopqog'i bo'lishi shart. Usti yopib turadigan qopqog'i bo'lishi shart. Qopqog'i ham haligi obdastani og'zini ustidan yopib turadigan qopqoq bo'lishi shart. Ichiga tushib turadigan qopqoqlar bo'ladi masalan. U bo'lmaydi u. Chunki suv tomchilaganda o'sha qopqog'i tomchilab tursa ichiga kiradi. Qopqog'ining ustiga tushgan suv obdastani ichiga kirishga hech qanaqasiga imkoniyat yo'q bo'lgan qopqoq bo'lishi kerak. Ya'ni qopqoq obdastaning og'ziga ko'ra kattaroq bo'lib ustini qoplasin. Ustiga tushsin. Ichiga kirmasin uni. Ustiga qoplab tursin. Ana shunda suv tushsa, obdastdan tashqarisiga suv tushadi. Ichiga suv tushmaydi. Imkon darajasida qishloq joyda ham hozir alhamdulillah yurtimizda juda ham imkoniyatlar keng berilyapti. Obdastani ham mustahabxonaga, ham tahorat qilishga qo'ymaslik kerak. Chunki xalqimiz hali obdastadan to'g'ri shar'iy holatda foydalanishni bilmaydi. Mustahabxonaga ko'tarib kiradida o'sha suvni bulg'alab qo'yadi. Suv bulg'alangandan keyin obdasti ham nopok bo'ladi. Endi obdastani qatron qilishga to'g'ri keladi. Uni kim qatron qiladi? Kim bilib o'tiribdi uni nima qilganligini? Ko'pincha mustahabxonalarga kirsangiz obdastani qopqog'i yo'q bo'ladi. Qopqoq yo'q. Shunda olib chiqib tahorat ham qiladi. Mutlaqo mumkin emas bu. Bu obdasta bechora o'zi ba'zi joylarda mag'ori chiqib ketgan bo'ladi. Necha yildan beri ishlatilayotgan bo'ladi. Ham plastmassa obdasta bo'ladi, ichida suv yo'q bo'lsa, nomiga tepib ketsangiz ag'dariladi. Lekin chugun obdastalar bo'lsa-ku ag'darilmaydi uncha-munchaga. Lekin plastmassa obdastani sal shabada kelsa ham ag'darilib ketadi-da u. Ichida suv bo'lmasa, bunda tegib ketib qolsangiz ag'dariladi. Tekkandan keyin ichiga boshqa narsa kiradi. Bahokor deganmiz, bitta obdasta bo'lgan, hammasiga mustahabga ham, tahoratga ham. Nimaga? Chunki biz buni sharoitini bilganmiz, qiblagohimiz rahmatlik, mulla kun ekanini yo'lini aniq bilganligimiz uchun bitta obdasta bilan ham mustahabxonaga, ham tahoratxonaga foydalanaverganmiz. Ammo jamoat joyida bitta masjidga tahorat qilib ketsa, uni qaysi birini xonada obdastalarni tashqariga olib chiqib o'shanda tahorat qilmaslik kerak. Inshaalloh shubhasiz bo'ladi.